Aka biza keldik. Bir marta ham ochib berishuvdi, gap yo'q. Ketdimi? Bu podushka, bu sim. Nimadir bo'lishi kerak-ku. Podushka yordamida eshikni oralig'ini ochib olamiz. Sekin joylashtirib tushiramiz. Qirs ovozi chiqyapti. Bizga farq yo'q, biz ishlaveramiz. Sim yordamida eshikni ochamiz. Qani fanar kerak demang uka. Buni yo'q, bo'ldi akajon, mana topildi. O'tini uka, shu strelash lekin. Xullas, elektromobil mashinamiz yopilib qolgan, akkumulyator o'tirib qolgan. Shu mashinani hech qanaqa zarar yetkazmasdan ochishlikka erishdik. Bitta hozir perekurit qilishga harakat qilamiz. Minus. Zip qildi. Salomat bo'linglar, xalq birlashsa ish zo'r bitadi.